Xo'p, qishloqilar biz unda kelishib oldik. Bir haftalardan keyin birga biz shaharga boramiz. Ha, kompot bu ideya menga judayam yoqyapti. Hammamiz birga anchadan beri qayoqqadir bormayapmiz. To'g'ri, qanaqadir restoran gaplashib qo'yaman. Yana otellarga boramiz. Yotib qolishga, yana parklarga boramiz. Kompot menga judayam yoqyapti. Zo'rda hozir men qani otel qaraychi, qanaqadir otel bormikin biz uchun. Qishloqilar sizlar ham eshityapsizlarmi? Samolyotda ovozimi? Manimcha samolyotda ovoz. Bu yoqdan lekin samolyot o'tmasdi shekil. To'g'ri, lekin bu yoqdan samolyot o'tmasdi. Voy, nima bo'lyapti? Voy, voy, nima bo'ldi? Qishloqilar nima bo'ldi? Kompot nima samolyot quladimi? Nima ovoz edi bu? Biza yaxshi baqmadi, to'g'rimi? Hamma yaxshimi? Hamma yaxshiman. Hammaga salom bolalar. Mani ismim Kompot. Mani yangi videomga xush kelibsizlar. Sizlarga yaxshi qilmadim. Sizlar yaxshimisizlar? Nima ovoz bo'ldi? Hozir sizlar ham eshitdinglarmi? Men yomon qo'rqyapman. Bora chiqishga lekin. Yo, mayli, ketdi bitta chiqib ko'raylik, qaraylik endi nima ekan. Kelmaganlardan chiqamiz. Mayli, ketdi endi sekin chiqib ko'ramiz. Xo'p, qani hech nima qilmaganmikan? Bu yoqda lekin unaqa hech nima qilmabdi, to'g'rimi? Voy bola, nima bu? Samolyotmi? Qishloqilar, bu nima samolyotmi? Kompot, men yomon qo'rqib ketyapman. Bitta emas, hammamiz yomon qo'rqyapmiz. Shu qishloqilar, man sizlarni tushunyapman, men ham yomon qo'rqyapman lekin. Qaranglar, qishlog'imizga samolyot tushib ketdi, lekin qaranglar, bunga unchalik hech nima qilmabdi. Ichida odamlar tirik bo'lishi mumkin. Yo'q, kompot, man ichiga kirmay. Agar bu qanaqadir lavoshka bo'lsa-chi? Yo'q, qanaqa ham lavoshka bo'lardi? Yo'q, kompot, biz kirmaymiz. Bu bang'ilab ketsa-chi agar. Qishloqilar, sizlar ham yomon qo'rqasizlar deb bormayli, unda shu yerda turib turinglar, o'zim borib qarab kelaman. Bolalar, qaranglar, bizani qishlog'imizga samolyot tushib ketdi, lekin u unchalik yomon buzilib ketmabdi. Qaranglar, ichidagi odamlar tirik bo'lishi mumkin. Hozir ularni qutqarib olish kerak. Voy, mamutlarni qaranglar, hamma yoq qum bo'lib ketibdi-yu. Mamutlar ham buzilib ketibdi. Eshigini ochish kerak samolyotda. Ana bo'ldi. Samolyotni eshigini ochish yomon qattiq deb borib mayli. Odamlar, bu yoqda kimdir bormi? Kimdir tirikmi? Tushunmadim. Nimaga ichida hech kim yo'q buni? Nima, samolyot bitta o'zi uchayotganmidi? Tushunmadim. Qanaqasiga bunaqa? Qaranglar, hech kim yo'qmi? Mana bitta qanday parol bor ekan. Yo'q tarafdachi. Ajoyib, lekin bitta o'zi uchishi mumkin emas, to'g'rimi bu samolyotda? Nimadir qilish kerak lekin buni. Tushunmadim. Siz yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Yordam bering menga. Yo'q, bo'ldi, men sizga yordam beraman. Siz uchuvchimisiz? Ular qani? Kim qani? Kim qani? Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Mani maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Yordam bering, samolyot tushib ketdi. Bo'ldi, hozir men sizni ko'tarib qishloqqa olib kirib qo'yaman. Lekin bitta o'zim ko'tara olmas ekanman-da. Mamutlar ham qum bo'lib ketibdi, bolalar qaranglar. Bo'ldi, hozir men qishloqlarni chaqirib kelib, birga ko'tarib sizga borib qo'yamiz. Tezroq bu bratni qutqarib olish kerak. Qishloqlar, bu yoqqa kelinglar. Mana bu yerda tirik odam bor ekan, bu yoqqa kelinglar, buni olish kerak bu yoqdan. Hop. Qishloqilar, rahmat sizlarga qarashib o'rganinglarga. Aka, siz yaxshimisiz? Hamma yog'im og'rib ketyapti. Qishloqqa sayni doktor, san nima qilish kerak? Qarashib o'r. Kompot вообще hozir menga ham ishlamayapti. Bor, hozir bunga bit bilan aptechka kerak. Bizani qishlog'imizda aptechka yo'q-ku, nima qilamiz? Samolyotda aptechka bor edi, bagajli joyida. Kodi 3562. Bo'ldi, hozir men uni samolyotdan aptechka olib kelaman. Qarab turinglar bu bratga. Voy bolalar, lekin yomon bo'ldi-da. Hozir men tezroq aptechka olib kelishim kerak. Ana odamga hech nima qilmagan bo'lsin-da. Lekin bizani qishlog'imizda anchadan beri bunaqa bo'lmayapti. Esinglardami? Oxirgi marta 5-6 yil oldin bo'lgandi. Mana 5 yil oldin bo'lgan ekan. Lekin yomon hayronman boru, samolyotga ham почти hech nima qilmabdi, qaranglar. Mana yerga sudralib ketdi-da. Unaqa bo'linib ketib qolmabdi. Hop, tezroq aptechkani olishim kerak. Mana ham qum bo'lib ketibdi, qaranglar. Lekin men bitta narsaga yomon hayron bo'lyapman-da, boru.
Nimaga bu ichida odamlar yo'q? Mana shunga tushunmayapman. Qaranglar, odamlar yo'q buni ichida. Mayli, hayronman. Hop, nechi deganda 3, 5, 6, 2 midi? Ha, ha, shunaqa ekan. Ha, mana bu yerda bagajlar ko'p ekan, lekin qaranglar, bagaj ko'p bo'lgani bilan lekin odam yo'q. Ishonasizlarmi? Qanaqasiga bitta o'zi 3 metr shakl bu endi, to'g'rimi? Tushunmadim. Militsiyani kiyimi nima qilyapti bu yoqda? Mana ekan aptechka, как раз menga mana shu kerak edi. Mana bu yerda pistolet bor ekan, bu yoqda avtomat. Tushunmadim nima qilyapti bular bu yoqda, mayli. Nechi degandi? Bola nechi edi? 3, 5, 6, 2 midi? Ha, shunaqa ekan. Bo'ldi, ketdim tezroq. Qarashib yuborish kerak anu odamga tezroq chiqib. Hop, hoppa. Tak, tak, tak. Ana bo'ldi. Bu yoqdan bundoq o'tib olamiz. Ana bo'ldi. Ketdi undan okaga aptechkani olib borib beraylik. Qaranglar, mana kattaligini mana shu yerdan sudralib kelgan. Mayli, hech nima qilmaydi. Hammasini to'g'irlab olamiz o'zimiz keyin. Mana men aptechkani olib keldim. Mana aka yaxshi bilib, mana aptechkalar. Bo'ldi, bo'ldi, kapot aptechkani menga ber, men o'zim tuzatib qo'yaman bu akani. Bo'ldi, sen tuzatib tur, unda men hozir bularga kiyim olib kelay. Hamma yo'llari yirtilib ketibdi-yu. Ko'ryapsizlar, mayli, siz tuzatib turinglar, men ketdim. Ana bo'ldi, kiyimlaringizni ham alishtirib oldik, lekin kiyimlaringiz yomon yirtilib ketgan ekanda. Qalaysiz, o'zingiz qalay his qilyapsiz? Qishloqqa qalaylar bular? Lekin yaxshilar boyagidan ko'ra. Ha, men rahmat, yaxshiman, lekin ozgina yurolmayman, mana oyog'im og'riyapti-da. Mayli, mayli, hech nima qilmaydi. Biz hozir skoriy chaqiramiz, kelib hammasini to'g'irlab ketadi. Skoriy bilan militsiya kelgungacha ancha vaqt o'tib ketadi. Ular ham уже menimcha qochib ketishgan, to'g'rimi? Samolyotda yo'q ular, to'g'rimi? Tushunmadim, kim haqida gapiryapsiz ularda? Tushunmayapman men boru. Men o'zim militsiya uchuvchiman. Men o'g'rilarni olib ketayotgandim bu samolyotda. Tushunmadim, o'g'rilarni deysizmi? Hop, to'xtang, men eshikni yopib qo'yay. Qanaqa o'g'rilarni? Samolyotda lekin hech kim yo'q edi. Ha, mana men aytdim-ku, ular уже qochib ketishga ulgurgan ekanda. Biz osmondaligimiz edi, ular meni eshigimni qanaqadir qilib buzibdi, lekin bilasizlarmi nima qildi? Ular meni uxlatib qo'yishibdi, keyin samolyot haydashni bilishmaganiga samolyot qulab tushgan. Tushunmadim, keyin nimadir esingizdarmi? Yo'q, 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 keyin hozir sizlar aytishinglar bo'yicha ular qochib ketibdi, samolyotda hech kim yo'q ekan, to'g'rimi? Ha, to'g'ri, lekin samolyotda hech kim yo'q edi. Voy, yo'q, ular qochib ketishgan 100%. Nima qilamiz endi? Yo'q, yo'q, to'xtang, endi samolyot qulagan, to'g'rimi? Ularga ham menimcha nimadir qilgandir, unaqa uzoqqa qochib ketishmagandir. Lekin baribir militsiyalar kelgungacha ular уже ancha uzoqqa ketib qolishadi. O'shaning uchun ulgurmay qolishimiz mumkin biz. Nima biz militsiyani kutamiz? Keling, unda biz o'zimiz ularni ushlab olamizmi? Ular unaqa uzoqqa ketishmagan 100%, chunki samolyot qulaganda ularga ham nimadir bo'lgandir. Ular 100% anti o'rmonga ketishgan. Siz militsiya bo'lmaganmisiz? O'zi oldin miyangiz zo'r ishlar ekan. Yo'q, to'g'ri, lekin miyam zo'r ishlaydi. O'zi bu yerda hammasi anaqada, ko'ryapsizmi? Ana anti teshib o'sha yerdan chiqib ketishgan ekanda, menimcha. Mana bu teshik qulaganda bo'lmaganda 100%. Ha, bu samolyot yana bronirованный qulaganda o'shaning uchun bo'linib ketib qolmaganda. Unda hozir bizlar nima qilib turibmiz? Tezroq unda borib ularni ushlash kerak. Qishloqlar ketdi, ularni ushlash kerak. Kapotga biz uni militsiyaga qilamiz dedi. Fioletoviy kiyimli qishloqqa esa skoriyga qiladi. Asan esa borib ularni ushlab, faqat iltimos ular bilan urushib ketmang, ha. Bo'ldi, bo'ldi, endi unisini men bilmayman, lekin mayli, men ketdim unda tezroq ularni ushay. Lekin bormaganingiz yaxshiroq bo'lardi, ular juda ham xavfli. Yo'q, yo'q, mayli, hech nima qilmaydi. Voy, bolalar nimalar bo'lyapti-ya, lekin ana o'g'rilik bizani qishlog'imizdan qochib ketibdi, menimcha mana shu o'rmon tarafga ketib qolishgan deb o'ylayapman. Voy, agar bu o'g'ri bizani qishlog'imizga qaytib kelsa-chi? Yo'q, yo'q, aytgancha men mana bu yerda pistoletlar ko'ruvdim. Mana shu pistoletlarni o'zim bilan olib olishim kerak. Menga kerak bo'ladi bular 100%. Tushunmadim. Mayli, ko'rinib, mana bu yerda odam bormi deb o'ylayman. Mana bu teshuvdan ular chiqib ketishibdi-da. Qaranglar, mana shu yerda qanaqadir qilib teshishibdi, qaranglar. Mana shu yerdan hop hop qilib chiqib ketishgan, keyin o'rmonga ketishgan. Mana ko'ryapsizlar, mana shu yerga qo'yishganda, mana shu yerdan bundoq. Voy, tushunmadim, qanaqa qilib chiqqan ular bu yerga? Mana shu yerdan bundoq sakrab, mana shu yerdan chiqib ketishgan. Miyalik ishlarkan, lekin mayli. Hozir men borib tezroq pistoletlarni olib olishim kerak o'zimga. Hop, 3, 6, 5, 2 midi? Yo'q, yo'q, 3, 5, 6, 2. Ha, mana endi to'g'ri. Hop, mana bu yerda men bu kiyimni olaman. Bronежилет deyiladi bu. Ko'ryapsizlarmi qanaqa kuchli kattaligini? Bu juda ham zo'r. Agar kimdir otsa tegmaydi. Hop, men buni olamiz. Pistoletni bular kerak bo'ladi. Buni ham olamiz. Bularni ham olaveraman. Patronlarni kerak bo'lib qolishi mumkin. Nima bo'ldi? Kerak narsa yo'q. 3, 6, 5, 2. Yana esimdan chiqib qolyapti. 3, 5, 6, 2 ani bo'ldi. Hop, ketdi. Endi tezroq ularni topish kerak.
Mana bitta qaranglar, voy qaranglar. Mana bu yerda esa uchuvchi o'tirgan bo'lgan. Qanaqa aqlli bo'lish kerak? Mana shu hamma narsalarni tushirish uchun nima deb o'ylaysizlar? Bu samolyot ham lekin yomon kuchli ekan. Shunaqa qulaganda buzilib ketmagan qaranglar. Xo'p, mayli biz esa endi o'rmonga borishimiz kerak. Tezroq ularni tutib olish kerak. Qorong'i bo'lmasdan. Qorong'i bo'lsa, chunki ularni tutish ham qiyin bo'ladi-da. Qorong'ida. Mayli, xo'p, tezroq endi borish kerak. Xo'p, bu yoqqa chiqamiz. Bu yoqqa mana shu tepadan qarasam osonroq bo'ladi ularni topish, to'g'rimi? Hop, bundoq qaraymiz. Tushunmadim. Kim ular? O'g'rilarmi? Menimcha men ularni topdim. Hop, to'xtaylik, pastga tushamiz. Mana bu yerga kelamiz-da. Hop, mana bu yerga, bu yoqqa. Hop, endi qayoqqa boramiz? Pistolet hozir kerak emas menga. Hop, endi tez oyoqqa yugurib o'tib qolamiz. Bo'ldi. Ana bo'ldi. Meni ko'rmadi menimcha ular. Xo'p, o'g'rilar, endi biz hozir ovqatlanib olamiz, lekin men 13-qishloqqa boramiz. U yoqda juda ham ko'p qishloqlar bor ekan. U yoqda juda ham ko'p pul o'g'irlab bo'ladi militsiyalar kelgungacha. Tezroq ovqatlanib olamiz hozir. Voy, bola, eshitdinglarmi nima deyishyapti? Ular qishlog'imizga kelishmoqchi ekan. Tushunmadim, bitta yantka qarorlaring daraxt orqasida kimdir turibdi. Voy, bolalar ular meni sezib qolishdi. Mayli, unda ular bilan urushimiz kerak ekan. To'xtanglar hammanglar. Tushunmadim, nemanga otilib olsizlar. Bu yoqqa domla, hamma pichoqlarni olinglar. Oy, pichoqni olish shart emas. Men sizlarni otib tashlayman. Hop, davay. Atak, mayli, men avtomatni ola qoling. Maylaring, hammangga, o'shalaring. Hop, hammasini o'ldirib tashlash kerak tezroq. Davay, bo'la qollaring, davay. Men o'sha. Hop, qanaqa urvashchi ekan, kuchinglar yo'q ekan, ha. Hop, men o'shasini. Voy, bo'ldi, hammasini yutdim menimcha bolalar. To'xtanglar, yoki anta kimdir yo'qmi? Yo'q, menimcha o'sha hech kim yo'q, hammani yutib bo'ldimi, to'g'rimi? Bolalar, judayam qiyin urush bo'ldi. Men chiqib hammanglar to'xtanglar desam, yugurib kelishdi menga. Mayli, zato hammasini yutdim. Mana bitta palatkami, nima o'zligi nimadir qurib olishgan. Qaranglar. Mana bu yerda sandiq ham bor ekan, non bor ekan, ovqat ham. Menimcha men o'sha pichoq meni qismoqchi bo'lgan menga ko'ra. Sizlar ham lekin juda yaxshi o'xshamadi. Menimcha kiyimni o'zligi palat olishgan menimcha. Ulashdami bilmayman, mayli. Endi tezroq qishloqqa ham qaytishimiz kerak. Shunchaki hammasini o'ldirib tashlaganimni tezroq borish kerak qishloqqa. Qishloqqa ham keldim. Voy, mana bularni qaranglar, hamma kelibdi-yu bu yoqqa. Voy, qaranglar, pojarniylar kelibdi, skoriyalar, militsiyalar, ya'ni quruvchilar ham kelibdi menimcha samolyotni qazib olishga, chunki sal ichkariga kirib ketib qoldi-yu, ayoqda qumlar ko'p. Qaranglar, mana bularga ham, voy. Mayli, hech nima qilmang, zato hammasi yaxshi tugadi. Assalomu alaykum, mana shunda mana bu yerga o'tib olay. Qaranglar, yomon bo'ldi, lekin mayli. Hammasi tugadi, zato to'g'rimi menimcha? Samolyotni ham olib ketishsa kerak hozir tezroq. Qishloqlar, nesizlar ko'chada turibsizlar? Kompotlarni ichkarida militsiya kutyapti. Militsiyami? Mayli. Assalomu alaykum. Mana men sizlarga bu haqida gapiruvdim. Assalomu alaykum. Siz o'g'rilarni topdingizmi? Men ularni topdim, lekin kuch ishlatishga to'g'ri keldi. Ular uzoqqa qochib ketishgan ekan. O'zi qayoqqa qochishgan ekan? Ayoqda o'zligi kichkina palatka qolgan ekan. Mayli, ketib bizga ko'rsating. Xo'p, men faqat pistoletinglarni ushlaylik, bu menga kerak emas. Siz esa tezroq tuzaling. Ajoyib eshitilishi mumkin, lekin boru yaxshiyam sizlarni qishlog'ingizga qulanmas. Sizlar shunaqa yaxshi ekansiz, sizlar menga qarashmoqdinglar. Yo'q, mayli, hech nima qilmaydi. Anta boru samolyot qiladi-da uni, lekin u hazil qilyapti. Mayli, hech nima qilmaydi. Qarang, shuncha odam kelibdi. Voy. Mayli, hammasi yaxshi tugaganidan men judayam xursandman. Bolalar, sizlarni qishlog'ingizda ham qachondir samolyot qulaganmi? Shunaqa kommentariyaga yozib ketinglar. Mayli, nushta bolalar, agar bugungi videom yoqqan bo'lsa, hammanglardan like kutib qolaman. Keyingi videomni kutib qolaman. Xayr, sog' bo'linglar.